Do'stlar, hozirda Quva Kirkidon suv omboriga shunaqangi dachalar qurilyapti, mana ko'ringlar. Shu polni utepleniya qilish uchun termopanellarni yetkazib berdik. Mana hozir batareyasi xalal beryapti. Shunaqangi termopanellar. O'zi gazoblokdan bo'lgan 3 cm orasiga penakli quyilib yopishtirilgan. Usti esa qattiq bo'ladi do'stlar. Buni ustidan travertin qoplanadi. Xudo xolasa ertingni shularini ham xuddi shunaqa qilib pena dekordan qilib beramiz chetlarini. Do'stlar, suvga e'tibor beringlar. Qanaqangi darajada. Kirkidon azzaka Shvetsariya bo'lib qolyapti-da. Nihoyatda. Bashi oldin kinolarda ko'rardik buni mahallalarda. Hozirda mana quvamizda ham shunaqangi dachalar qurilyapti. Do'stlar, termopanelda afzalligi utepleniya beradi 70%. Bundan tashqari buni ustidan azzaka bir sloy travertin, ha? Bir sloy travertin bo'ladi, xohlasa keyin 2 sloy laka bo'ladi. 2 sloy laka. Yomg'ir suvi hech narsa ta'sir qilmaydi, issiq sovuq ushlab beradi. Mana ko'ringlar do'stlar, shunaqangi termopanel bo'ladi. Va ustida AMK qoplamasi bo'ladi. Do'stlar, kimga shunaqangi termopanellar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqarasizlar. Bizning manzil Farg'ona viloyati Quva tumanida joylashgan.